Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Zafar Mebel. Xudo xolasa bugun Zafar Mebel obunachilariga ozgina chegirma e'lon qilganmiz. Xudo xolasa ozgina bo'lsa ham 15 ta mebelimizga 500 ming so'mdan skidka e'lon qilganmiz. Bu yoq tarafda 308 modelimiz Malibu materialda bo'lgan, razmerlar 230 ga 330. Qalin tukli material, ikkita tumbasi, 3 ta yostig'i bo'ladi. Ranglari bor, oyoqlari yong'oq, ichi sasna, pampers prujina. Bularimizni narxi 7 million 500 ming so'mdan sotilgan, skidkada 7 million so'mdan. Roma modelimiz tureskiy materialda 7 million 500 ming so'm sotilgan. Bunimiz ham 7 million so'm, 8 million 500 ming so'mlik Lexus modelimiz 8 million so'mdan. Bu yoq tarafda bo'lsa 308 modelimiz 7 million 200 ming so'mligi 6 million 700 ming so'mdan. Lexus modelimiz 8 million 500 ming so'mligi 8 million so'm. Bu yoq tarafda yana bitta Roma modelimiz 7 million 500 ming so'm, 7 million so'mga skidkada. Bu yoq tarafda 308 Malibu materialda bo'lgani bejli rangi. Bunimiz ham 7 million so'mdan 15 ta mebel qo'yganmiz. Qolgani Telegram kanalimizda o'tib bemalol kuzatib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Ekran ostidagi nomerlarga aloqa chiqib, Telegram kanalga ulab olinglar yoki kommentga Telegram kanalimizning silkasini qo'yib qo'yaman. Bemalol ko'rib olishlari mumkin.